hammani o'zingizga o'xshatganingiz, endi holatingizni qarang. Hammaga yordam berib, bor mehringizni berib, qo'lingizdan kelgan hamma narsani qildingiz, lekin o'zingizga kerakli bo'lgan vaqtida hech kim qolmadi oldingizda. Yolg'iz o'zingiz qolib ketdingiz. Shunaqa. Hammani ham o'zingizga o'xshatmang. O'zingizga o'xshatmang. Hamma ham bir xil emas. Noinsof insonlar ham bor oramizda shunaqa. Xafa bo'lmayman deysiz-ku, lekin ichingizdan o'tayotganini o'zingizdan boshqa hech kim bilmaydi. Endi hech kim bilishi shart emas.